Assalomu alaykum. 2025-yil 5-oktyabrga ko'ra, ya'ni Food Citydan deydi 1,5-2 kilometr bu yerda agar Qo'yliq bozoridan kelayotgan bo'lsangiz, chap qo'lingizda ko'rishingiz mumkin. Magazin, ya'ni gelik degan qanaqadir mashina sotadigan bino bor. Binoning yonida ko'rishingiz mumkin. Har xil ustovosh, har xil tovarlar, oyoq kiyimlar deydi rasprodaji narxlarda, ya'ni 100 ming so'mdan oyoq kiyimlar 50 ming so'mdan sotilmoqda. Odamlar ko'rishingiz mumkin. Probka deyarli 2 kun bo'ldi bu narsaga, ya'ni ozroq kech qoldik. Ko'p blogerlar, food blogerlar, tanishlar, bloger akalarimiz uchun hammasi reklama qilgan. Ko'rishingiz mumkin. Agar kerak bo'lsa, ya'ni butik magazinda 300 ming, 500 ming, 1 milliondan sotilgan tovarlar kerak bo'lsa arzon narxlarda qo'yilgan. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishingiz mumkin. Har bitta razmerlar bor, oyoq kiyim, bolalarga, hamma narsaga ko'rishingiz mumkin. O'sha kelinglar, maslahatim, odamlar o'zi to'lamoq qilib har xil tovarlar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Kelinglar. Narx nech pul ekan aka buni? Narx nech pul ekan? Aka nech pul bu narxlar patinkalarimizni? Kim ekan u egasi? Ko'rishingiz mumkin. Ko'proq eshitganim 100 ming so'm, 50 ming so'm atrofida. Ya'ni rasprati narxda qilib beryapti. Iloj bo'lsa kelinglar, maslahat. Chunki kimdirlar oilasida 5 ta, 6 ta farzandi bor. Qo'shilar yordam sifatida hisoblasanglar ham bo'ladi. Bu videoni Vest Toshkentga jo'natinglar, sababi qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Yon atrofda ko'rishingiz mumkin. Har xil tovarlar bor shu yon atrofda. Ya'ni videomiz sifatli olinishga harakat qildik. Qo'llavorasizlar degan umiddamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shu oyoq kiyimlar, ayollarda oyoq kiyimlari hammasi deyarli yangi. Hamma razmerda ko'rishingiz mumkin. Hattoki odamlar eski oyoq kiyimlarini yangisiga almashtirib ketyapti. 100 ming, 50 ming so'mliklari bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana sifatlari, hoatlari ko'rishingiz mumkin. Kak hisobda bu reklama hisobida ketyapti, ko'rishingiz mumkin. Joy marketing holati, ko'proq blogerlar reklama qilgani uchun bu joyda ko'rishingiz mumkin tiqinch bo'lib yotibdi. Odamlar vahshiy, yo'llar tirband holatda. Korobkalar ko'rishingiz mumkin. Tonna korobka, milliondan ortiq patinka va ustovosh mahsulotlari sotilgan. Odamlar bir-biri bilan tolaman bo'lib yotibdi. Bunaqasi hali bo'lmagan. Agar ko'rishingiz mumkin holatlarda lokatsiyani Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Ko'ringlar. Iloji bo'lsa olib ketinglar. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Mana patinkalarimiz ayollarniki. Agar bizning videoda ayollar ko'rayotgan bo'lsa, erkaklar va bolalar, farzandlarga, kichkina farzandlarga kelib olib kelsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Narxlari arzonligi uchun odamlar bitta korobkani sovib olib, ichiga yoqqan-yoqqanini, razmerlarini solib olib ketyapti. Narxi o'zi nech puldan ekan onajon buning narxlari? 50 ming so'mdan ekan. 50 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Videoda mana o'rtasida aytib ketay, mana ko'rishingiz mumkin. Dedi har xil razmerlar bor, bittasi chap, bittasi o'ng bo'lib ketgan. Shu joyni aytmay ketmay qolmaslik uchun omalakim mana istab bemalol vaqtingiz bo'lsa kelib razmerlarni ko'rib, shakliga qarab ko'rib topishingiz mumkin ekan. Videoda o'rtasida aytib ketyapman akajonlar, opajonlar, videoga like bosing. Video ko'rishingiz mumkin. U qator 50 minglik qator ekan, bu qator 100 ming so'mdan ekan. Bu yerda sal odamlar kamroq, lekin tovarlar ham kamayib qoldi. Ya'ni akalarimiz reklama qilib videoga Instagramga joylaganda kamroq edi. Kelinglar, maslahatim, olib ketinglar. Agar oilalarda ko'proq farzandli bo'lsa, bu juda yaxshi imkoniyat. Videoga like bosing, sababi sizning qo'llab-quvvatlaganingiz bizga foyda bo'ladi. Videoni Vest Toshkentga jo'natishni unutmang, sababi kelib olib ketinglar, maslahat beraman. Ko'rishingiz mumkin, cheskalar hammasidan bor. Akajonlar, opajonlar, olib ketishinglarda maslahat beramiz. Har bir tovardan bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, bu taslimlarni ko'proq ayollar va bolalar ustuvoshlari ko'proq qishki mavsumga, yozgi mavsum ustuvoshlari juda ko'p. Ya'ni Padron bozordan oladigan narxingizdan ham teng yarimiga, ya'ni butikni qo'yavering, Padron bozordan ham oladigan narxingizda teng yarimiga turibdi. Ko'rib
olib ketishlarni maslahat beramiz. Videoga like bosing, videoni Rest Toshkentga jo'nating. Qo'llab-quvvatlash degan aytamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosinglar. Agarda reklama xizmatlari kerak bo'lsa 93-151-0504 nomeriga aloqa qiling. Sababi sizlar magaziningiz yoki sizlar mahsulotlaringizni reklama qilishingiz mumkin. Faqat kontentimiz sifatli bo'lishi uchun qo'llab-quvvatlash degan aytamiz. Video aksiyasida tanlab qilish uchun agar tanlab qilib qo'llab-quvvatlash deganlar uchun qo'yib qo'yamiz katta raqamlar. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Biz Toshkentga jo'natishni unutmang. Ko'rishinglar mumkin. Food City bozorida kelinglar, kelib olib ketishinglarni maslahat beraman. Ya'ni Sergelidan kelayotgan bo'lsangiz, o'ng qo'lingizda, qo'lidan kelayotgan bo'lsangiz, chap qo'lingizda Food Citydan 1,5 kilometr o'tganda. Agar Sergelidan kelayotgan bo'lsangiz, manzil deyda Food Cityga 1,5 kilometr yetmasdan oldin. Ko'rishinglar mumkin. Qozog'iston gilamlari degan joyda. Shu katta bitta qurilish nima desa ekan? Mashina sotadigan joy, avto tuning joyi tushgan. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, Biz Toshkentga jo'nashtiramiz.